Lekin yerim yo'lga kelganda bular shu meniki janjigar og'aynam, onandaki meni o'qitgan ustozlarimni kaynimdan o'sha ish yo'lliq qilib qo'yib, kaynimdan bular yetib keldi. Xo'sh, buni men qanday qilaman? Men aytgan degan nim bo'yicha mishada shu yotoqning tomga usib o'lib olaymi yoki shu dori bilan ichib hayotimni oxirlashtiraymi? Meni tatishadigan hech qanday nimam yo'q. Ammo keyin ota-onamga yuk bo'lib qolaman. Asli cho'nglarni men beqib, shu kasblar orqali natija qozonib cho'nglarni men boqsam bo'ladi. Lekin cho'nglar meni bequvvatidi. Bular majburiy do'konimni taqizib o'tgandan keyin, o'zinglar bilasizlar, men ikkinchi rehmiyib bo'lgandan keyin men mana kalta ko'tarib tushamayman. Sen bunda qilamagan kun do'konni taqib et deb majburiy holatda mening do'konimni yezli hukumat saqchixondan keyin taqizib o'tdi. Hatto shu kendi traktorimi keyin kunlikni ichib beradi degan. Endi kunlikka kelgan chaqda bular tenib oldi. O'zinglar bilasizlar, hozirgi remontchilarninki kunligi 1000 so'mda aylandi. Meniki 100 so'mdan tushsimi, oyda 3000 so'm pulni men o'z kallamga, o'z ikki qo'limga tayinib topa olayman. Lekin bular meniki bu yo'limni to'sab qo'ydi. Bularning bergan debo puli bilan meyib puli meniki ishga qaytim. Ma dorini dorini ko'tanmaydi, dorilarni ko'tanmaydi, chatalning dorisi. Mush dorini ishqa yetmaydi bir oy ichida. Men bu shu ishtal dorini Sudarvoz doktorxonadan olib chiqish uchun 100 so'm pul xarjlayman, kira bu ishlar bilan. O'zinglar o'ylab beqinglar. Bu partiya hukumatning siyosatida, yangi siyosat, burun siyosatidan tortib, yangi siyosatgacha meyiplarni kasbga yuzlantirish, meyiplarni kasb bo'yicha tarbiyalash, meyiplarni egilik tiklashda, o'zaro egilik tiklashda bu ochiq siyosat, ochiq hujjat bor. Hatto shu Xanzo qarindoshlarimizni ko'ryapsizlar, do'yinda ikki puti tizidan yo'qtirib, yog'och bilan mingib yurib, necha shirkatniki egisi, necha shirkatning qurg'uvchisi bo'lib qoldi. Men-chu men o'zimniki hozir shu talantini joriy qildirolmayapman. Oldin qatimliq shu men shu